Assalomu alaykum. Xorazm chorva olamini kuzatib turgan obunachilar. Bugun sizlarga Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qli qishloq Oyoqiy mahallada 6 yanvar 2026-yil holatiga ko'ra sizlarga egalaridan arzon narxda bir doğganda ikkini doğadan zatlar qo'ylarimiz haqida yetilib doğuşa tayyor bo'lib turgan qo'ylarimiz ikkisi xudo qalasa doğuş gününe az qolgan her birisi ekiz doğat dedi. Evvelki doğganda ikkisi ham ikkinchi doğuşları o'xshaydi. Her qaysi ekizdan ikkidan doğgan. Bu yerda hozir bular narxlarına kelib o'tadigan bo'lsak, narxlari 5,5 milliondan aytilib turibdi. Bu yoqchidagi qarasa esa qo'chqar ekan. Ana 4dagi kuyrug'unda oqi bori katta qo'chqarimiz 6 million deb aytilib turibdi. Aytilgan narxlardan xudo qalasa qaytib kelishib beramiz dedi. Kasalliklar umuman kasalliklardan bartaraf, o'qillari emlangan, boshqasi hamma o'qildarlar urilgan, bemalol qo'rqmay savdosini qilishlaringiz mumkin. Yana orqa tomondan ko'rinishlari yetilib turganini ko'rishlaringiz ham mumkin. Bu yoqda yana bir narimiz ko'rishingiz mumkin og'alar. Bemalol ko'rib kelaverasizlar. Yana orqa tomondan pastda telefon nomerlarini qo'yamiz, og'amiz bilan bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Videomiz davomida ona bola sigirlarimiz bor. Videomiz davomida ona bola sigirlarimiz ham qo'yamiz. Kimga yoqsa pastda telefon nomerlariga bog'laninglar. Ekiz o'g'atni qo'y izlab birgalar uchun yoki katta qo'chqar izlab birgalar uchun zo'r imkoniyatlardan birisi. Bo'lmasa videomiz davomida ona bola sigirni qo'yib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Xorazm chorva olamini uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilar, bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan zimliklar, xorazmliklar, sizlar uchun zo'r bir imkoniyatlar bo'lgan. Ana bola sotuvga qo'yildi. Egalardan arzon narxlarda. Bolasi 2 oylik, 3 oylik qachar. Arzon narxda yemasa, ichmasa buni deb yegim ichimlarini zo't bo'lib yeb turibdi. Orqa tomondan ko'rinishlari 2 oylik bo'ylari 85 plus deydi. Sog'lom pripkalari emlashga qarshi hamma usul qarazon boshqa hamma kasalliklarga qarshi o'qillari urilgan qacharimiz ina ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol qip-qizil bozor suyadi uni narxi. Bozor yaxshi ko'radi-da buni qizil qora mollarni. Ina o'jagina gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yoqda enasini keladigan bo'lsak, enasini bo'ylari 1.35 balandligi. İkinci doğuşu sağlam, hamma o'qillari, dorilari urilgan, emlangan. Qo'rqmang, kelib olishlaringiz mumkin. Sutuna keladigan bo'lsak, suti hozir oddiy yem yeyish holatida 5 litr pisandliga beramiz dedi. Agar yemni zo'r bersa, undan ham ko'p beradi deb turibdilar uy egasilar aytishi bo'yicha. Malimiz yana hozir elde tomonidan ko'rinishlari. Malimiz kichkina mal emas, 1.35 degani katta mal bo'ladi. Hozir orqa tomondan ham ko'rsatamiz. Bir odamga urgangan, yegan, ichgan. Orqa tomondan sal ko'rsatmadik, elde tomondan ko'rib olishlaringiz mumkin. Malimiz elde tomondan ko'rinishlari. Ikkinchi doğushi sog'lom, qarri mol emas. Agar kimga shuningdek ona bola izlagan bo'lsalar, Xorazm bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Shovot bo'yicha besplatni. Xorazmda aytilgan yerni olib borib beramiz, telefon orqali kelishilgan holatda, lekin pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Shu telefon nomerlariga bog'laninglar. Agar shunday mol kimga qiziq bo'lsa, bemalol savdosini qilinglar. Uyingizga yetkazib beramiz. Yana o'jaklari. Yegim ichimlarga gap bo'lishi mumkin emas. Yemasa, ichmasa qaytib olamiz dedi og'alarimiz. Narxina keladigan bo'lsak, narxi 22 million so'm, 22 million so'mdan qaytib kelishib beramiz dedilar. Bo'lmasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.